Diqqat, tezkor xabar. Netanyahu Yevropaga borsa qamaladi. Isroil uchun dunyo eshiklari yopilyapti. Avvaliga Turkiyaning unga umrbod qamoq jazosi berishi, so'ngra Ispaniyaning hamkorlikni uzib qo'yish bilan qilgan tahdidlari Yevropani o'ylantirib qo'ygandi. Endi esa Vengriyaning bo'lajak bosh vaziri Madiyar Netanyahu Vengriyaga qadamini bossa, o'sha zahotiyoq hibsga olinishi shart. Bizning hududimiz qidiruvda bo'lgan shaxslar uchun xavfsiz boshpana emas, adolat qaror topgan maskan bo'ladi, deya Netanyahuga dushmanlik pozitsiyasini ochiqchasiga e'lon qildi. Hatto Isroilning eng katta homiysi hisoblangan AQShda ham Netanyahuga qarshi salbiy kayfiyat shakllangan. Sobiq prezidentlikka nomzod Kamala Harrisning intervyusida Trump Netanyahu tomonidan urushga tortib kiritilgani tan olindi. Bibi Netanyahu, let's be clear about that, entered a war that the American people do not want. Trump Amerika xalqi xohlamagan urushga kirdi. Buning kasriga AQSh harbiy xizmatchilarining hayoti xavf ostida qoldi va davlatimiz bugun millionlab la'natlar olishda davom etyapti. Bilishingiz shart, bu urushga Trumpni sudrab kirgan shaxs Netanyahu, deb bayonot berdi. Sizningcha dunyodagi notinchliklarga Trump yoki Netanyahu aybdormi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.